Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı devamlaştırmaz. Bugün Çislağa 7. yaş, 2021 yıl 7. ayının 31. günü. Hepteki şembe. Mavzumunda Amerika'nın muavin prezidenti tunji qatam Vietnamni ziyorat qildi. Amerika matbuotlari Prezident Joe Biden butun sap bo'yicha junguni qistab kelmoqda deb ko'rsatdi. Mavzuda xabar 7. ayning 31. kuni Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Diqqat, yana bir divitejim vatandaş. Amerika matbuotlari Prezident Joe Biden butun sap bo'yicha junguni qistab kelmoqda deb ko'rsatdi. Kirishsiz, Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris Vietnamni ziyorat qildi. Bundaq ahvol intayin oz uchraydigan bir ahvoldir. Tahlilchilar bundaq hisobladi. Amerikaning bu harakati junguga taqobil turish uchundir. Asra 7. ayning 30. kuni bayonot e'lon qilib, mundaq e'lon qildi. Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris 8. ayda Singapur va Vietnamni ziyorat qildi. Endi Tinch okean rayonidagi bu halqaliq sherik davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni texmi chunqurlashtirdi. Bayonotda mundaq ta'kidlandi. Kamala Harris Vietnamni tunji qatam ziyorat qilgan Amerikaning tunji muavin prezidenti bo'lib qoladi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Ziyorat jarayonida Kamala Harris ikki davlat rahbarlari bilan o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalalar bo'yicha uchrashuv olib bordi. Jumladan, bexatarlik prinsipini asos qilgan xalqaro tartib masalalarini muhokama qildi. Bayonotda yana mundaq ko'rsatildi. Prezident Joe Biden hukumati yer shari bo'yicha sheriklik munosabatini qanot yaydirib, davlat bexatarlik vazifasini birinchi o'ringa qo'ydi. Bu qatimqi ziyorat musha xizmatni davomlashtirdi. Sharqiy Janubiy Osiyo rayonida uchrashishni chunqurlashtirdi. Yaponiya Gongtongshi 7. ayning 31. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Muavin prezident Kamala Harrisning tunji qatam muavin prezident sifatida Vietnamni ziyorat qilishi Prezident Joe Biden hukumatining Amerikaning ittifoqdoshlarini tirishchanlik bilan yeniga tortib, junguning endi Tinch okean rayonidagi iqtisodiy va harbiy shanchi bilan qarshilashishni maqsad qiladi. Leksiyalar tugadi vatandaş.